Alfredo xotin Bozento, Isabella Sciallapino, Alberto Oppodento, Maria Sugoyovino, Boymut Uzunento, hamda Bunio Terracento. Morel Clara 76-qism. Muzlatkichda 7 pomidor bor edi. Buni bittasini kelin yeb qo'ydi. Muzlatkichda nechta pomidor qoldi? 6 ta. Noto'g'ri. Valentin. Xayrli kech. Senyor Emiliano. Xayrli kech, Valentin. Xayrli. Aytganlarimni qildingmi? Bajardim, senyor Emiliano. Del hambre que no es sombra ni de lo que fue. Men otxonaga kirib otlarga qaray. Nazarimda bittasi bo'shalib ketibdi. Valentin, ko'p mehnat qilding, dam olsang bo'lar. Valentino charchamaydi. ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes lo Men keldim, Linda. Valentin, sen? Ha, meni kutayotganmiding? Men sendan xafaman. Kecha kelaman deb kelmading. Men bo'lsam ertalabgacha kutdim. Valentin. Linda. Clara? Valentin. Linda. Clara? Linda? Valentin? Clara. Sen menga xiyonat qilding, Valentin. Valentin, u nima deyapti? Linda. Qizim. Otajon. Senyor Emiliano? Linda? Sen meni oilamni buzib, Valentindan ayirding, lekin Andinyo, kela qol. Ko'rdingmi, Clara? Men senga nima degan edim? Boshidan senga ishonishim kerak edi. Mayli, yur, oy tutilishini tomosha qilamiz. Yeb qollaring. Qo'shganing bilan qo'shmazor bo'llaring. Men bu yerga boshqa ish bilan kelgandim. Yana qanaqa ish? Senyor Prado 76-qism tugadi. Alfredo Llobrento, Josefina Colmapoligno, Alberto Amaqinho, Bog'bon Sancho rolida Bunio Atravlenio, Muhabbat asirasi 43-qism. Qiziqchi bo'lsang bo'larkan, Alberto. Sancho qani? Sancho ko'rinmaydi. Sancho Ana o'zini ishi bilan band. Sancho. Santiago. Armeniya. Sabr tilayman. Senga ham. Santiago. Gaviota. Senga zo'r yangiligim bor. Men homilador ekanman. Nahotki men ota bo'laman. Meni tabrikla, Alberto. Faqat bolani otasi sen emassan. Faqat bolani otasi sen emassan. Gaviota. Ciccivarento. Nimalar deyapsan, Gaviota? Fionatello. Sendan kutmagan edim. Gaviota. Nahotki. Shoshma. Alberto. Bolani otasi sen ham emassan.
Danilo. Ko'nglim sezib yurgan do'sti. Appuntamento. Unda bolani otasi kim bo'lishi mumkin? 43-qism tugadi. Assalomu alaykum. Xotindan ruxsat so'rash agentligidan keldik. Kimga ruxsat olib berish kerak? Menga Choyxonalarga borib turasizmi? yo'q. Sinfdoshlarimdan kechib borganimga 5 yil bo'ldi. Yoz, ikkinchi stepen. U qanaqa stepen edi? G'ururimdan voz kechdim stepen. Tug'ilgan kunlagacha ruxsat berarlarmi? 1 yilda 1 marta javob bor. U ham bo'lsa o'zimni tug'ilgan kunimga. Ikkini o'chir, 4 yoz. 4 stepen qanaqa stepen? Vujudimni xotinimga topshirdim stepen. Sizga qatga ruxsat olib berish kerak. Dachaga. Necha kunga? Ertalab ketib, kechasi qaytaman bo'ldi shu. Xavotir olmang. 1 haftaga ruxsat olib beramiz. Rahmat. Kenayim qattalar? Tepada. Kenayim ichkaridamilar? Ha, ichkarida. Xavotir olmang. Biz sizdan battarlarini uyga, ota-onasini ko'rib kelishga ruxsat olib berganmiz. Agar ichkaridan yordam beringlar, qutqaringlar, degan ovoz eshitilsa, ahamiyat bermang. Xo'p. Klavnisi ruxsat olib beramiz. Xo'p. Qoching. Nima bo'ldi? Turuv. Dachaga bormas ekansiz. Kenayim etdilar. Yoz. Ruchkamni topolmayapman. Men topdim. Mana ruchka. Ma. Yoz. 10 stepen. Unaqa stepen yo'q edi-yu. Bugun dam bor. Iltimos aka bizani boshqa bezovta qilmang. Karatisligini aytmabdi. Firmani yoping. Assalomu alaykum. O'rtoq bo'lib berish agentligidan keldik. Kelinglar. Marhamat. Kimga o'rtoq bo'lib berish kerak? Menga Demak, umuman o'rtoqlaringiz yo'q. umuman yo'q. Sizga qanaqa o'rtoq bo'lib berish kerak? Variantlar bormi? Birinchi variantimiz nomiga o'rtoq. Qanaqa u? Ora-orada ko'rishib turamiz. Va juma kunlari juma muborak degan SMS yuborib turamiz. Yana variantlar bormi? Problema o'rtoq bor. Qanaqa u? Faqat problemada bo'lamiz. Va u problemalarga sizni ham aralashtirib turamiz. Yana qanaqa variantlar bor? Keyingi variantimiz patxaling o'rtoq. Ko'rsak bo'ladimi? Ko'rsat. Iye do'stim, o'tirsenchi, sen o'tirishlarga loyiqsan. Yuzlaringni qara, faizliligini qara. Rahmat. Massajlar qilib qo'yaman do'stim. Mana shunaqa bo'ladi. Bularning hammasi faqat pulingiz borligida bo'ladi. Pulingiz yo'q bo'lsa, bu o'rtoqlar ham yo'q bo'ladi. Yo'q. Menga yaqin do'st kerak. Yaqin do'st varianti bormi? Bor. Faqat qimmat. Pulidan muammo yo'q. Hey, Do'stim. voy yaqinim. O'y, kalta, uyingga qizni olib kelsa bo'ladimi? Voy. Kechirasiz. Shartnomani bekor qilsak bo'ladimi? O'zi shartnomaga qo'l qo'yganingga endi 2 soat bo'ldi, o'rtoq. Assalomu alaykum. Kurudan chopish agentligidan keldim. Kelinglar, как раз sizlarni kutib turdik, kelinglar. Kimni kurudan chopish kerak? Mana chopish kerak. Necha kunga chopish kerak? Biza xullas dachaga chiqib ketamiz. 1 haftaga. Amallasa bo'ladi. Bizga o'rtog'ingiz haqida ma'lumot kerak. O'rtog'ingiz rasxod qiladilarmi? Umuman qilmaydi. Yoz. 3-stepen. 3-stepen qanaqa stepen? Pas stepen. Pul topadilarmi? Biza bilan bir xil topadi. 3 o'chir.
oltin yoz. Oltin stepen qanaqa stepen? Itdan ham past step. O'rtog'ingizni zararli odatlari bormi? Zararsiz odatlari bormi deb so'rang, aka. O'rtog'ingiz bu narsa so'rab turadilarmi? Umuman so'ramang. So'ramasdan pullarimizni ishlatib tashlang. Hamma narsani yeb tashlaydi so'ramasdan. Oltin o'chir 9 yoz. 9-stepen qanaqa stepen edi u? Kana stepen. Xuddi shunaqa. Xavotir olmang. O'rtog'ingizni nazoratimiz ostiga olamiz. Faqat xizmat narxi qimmatroq bo'ladi. Aka to'laymiz. Jon aka, to'laymiz. Kelishdik. Biz ko'rinmaydi ko'batar kulgirsiga Hozir kiraman. sebebimiz Assalomu alaykum. Assalomu. bezdi o'zlari Kelinglar. damdar mi tek basmar par domlazlab simir Turuv. Shartnomani bekor qilaylik, aka. O'zi 2 kun bo'ldi. Bizga 2 yildek bo'ldi, aka. Qarzga botirib yubordi o'rtog'ingiz bizani, aka. Nomimizga kreditlar olib tashlabdi, aka. Xotinimga hamma qizlarim bilan peripiskalarimni tashlabdi, aka. Masjidga keldi. Ko'tar. Mana. Masjidga keldi, aka. Aka prosta shartnomani bekor qilsak, qimmatga tushib ketasiz-da. Qimmatmi? To'laymiz. Mana qarang, sizda jiddiy gapim bor. Qanaqa jiddiy gap? Dugonam Ra'no bor-u. Kecha shun bilan ko'rishib qoluvdim. Shuni ham qo'lida iPhone telefon. Eri yo'q bo'lsa ham menga qachon berasiz? iPhone'midi? Olib beraman, Cho'chib yubording odamni. Jiddiy gap bu emas. Beva qo'shnimiz haqida. Yordam kerakmi? Yo'q, rahmat. O'zim eplayman. O'zingiz bilasiz. Yordam kerakmi? O'zim eplayman. O'zingiz bilasiz. Yordam kerakmi? O'zim eplayman. O'zingiz bilasiz. Mulla aka. Yordam beravering. Baribir yordam kerak ekan. O'zim bilaman. Xolodilnikka muzdekkina tarvuz solib qo'ydim. Siz yedingizmi? Kim? Siz. Nimani? Tarvuzni. Qachon? Bugun xolodilnikka muzdek tarvuz soluvdim. Siz yedingizmi? Ha? Men xonamda bo'laman-a? Snejinkami? Tushunmadim. Sevgi şarabını içtim hayat piyolasidan senga guldasta derdim. Voy bez. Uyalmay uyda gaplashib o'tirishini qara. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Hajringdan olon kechdim tog'lar shalolasi. Faqat xotinim bilib qolmasin, iltimos. Olmas buncha hech kim birovning bolasidan. Uyga kelib telefon qilarsiz. Birovning bolasi. Mana shunaqa bo'ladi. Snejinkalar bilan gaplash. Hozir. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum keni. Pochchami surprizlarni qabul qilib oling. Snejinkadan yangi mahsulot. Keni, pochchami umrlari uzoq bo'lsin. Siz uchun aksiyamizda umriga 2 kishilik
Yo'llanma ham yutib oldilar. Tabriklaymiz. voy Kenayi pochchamni shu lotereyadan yutib olmaganmisiz? Siz uchun aksiyamizda bitovoy texnikalar ham yutib oldilar. voy ahmoq. Kenayi mana sizga bonus bo'ladi. Buni ichidan bor u yana bitta kupon chiqsa, yana bitta yangi parashyut yutib olishingiz mumkin. Men bo'lmasa bitovoy texnikaga chiqib kela qolay unda. Aytgancha pochchamga rahmat deb qo'ying. Pochchangiz o'zi rahmatli bo'lib ketdi-yu. Labbay. Omonmilar. Keling xizmat qo'shni. Bir she'r yozgan edim. Eshitib ko'rasizmi? Shuni 30 daqiqadan so'ng eshitsam maylimi? Qo'shni Labbay qo'shni. o'zi qisqagina. Hech bo'lmasa 5 daqiqadan so'ng eshitsam maylimi? Qo'shni Labbay qo'shni. eshitdi. Aylakda movut. Yo'lakda movut. Aylakda movut. Aylakda movut. Qichqirardi-yu. Yo'lakda movut. Aylakda movut. Yo'lakda movut. Assalomu alaykum, mulla aka. Labbay. Bilaguzukni topib joyiga qo'yib qo'ydim. Men ketdim. Dalaga, mollarimga qarang. Ishingiz bormidi? Qarang. Ha mayli. Men bora qolay. Qo'shni. Qayerga ketadursiz? Endi bilaguzukni siz qidirursiz. Onasi, Oyli. Olib keluvdim. Menimcha. Hech bo'lmasa Rahmat. Oli, Ye? Qatdan zakaz qilding? voy, o'zim pishirdim. Sen ovqat qilishni bilasan. Ha, voy, yeb ko'ring, mazasini bilasiz. À nourrir, je suis la mère, je ne peux réussir. O'tiribsizmi, so'ppa yeb, menga xiyonat qilib. Yana boshladingmi? Boshlayman-da, bu safar aniq dalillar bilan boshlayman. 18-martda Tinchlik bekatida nima qilyotdingiz? Tinchlikdami? Tinchlik qidiryaptim. 16-da soat 5da Beruniy ko'chasida kim bilan edingiz? Beruniydami? Beruniyda Kozim bilan yuruvdim. Yunusobodda, Amur Timurda, Maksim Gorkiyda, Yakkasaroyda, Chilonzorda Kozim bilanmidingiz? Kuling. Qatdan bilyapsan? Odam qo'yganmisan orqamda?
Mana ko'ring. Shu oila qurganimizga 1 yil bo'ldi. Tanishganimdan xursandman. Birinchi savolga o'tamiz. Turmush o'rtog'ingizda nima kamchiliklari bor? Bilmadim. Kamchiligi yo'q. Hammasi yaxshi. Tushunarli. Sizni xo'jayiningizda qanaqa kamchiliklari bor? Voy, kamchiliklari yo'q, lekin shu ertalab uyg'onganimda kech turadi. Keyin shu boshqa kamchiliklari yo'q. Ko'rdingizmi? Почти kamchiligim yo'q. Sen o'g'irlash oson bo'lmadi, Laylo. Ana endi umrimiz oxirigacha birga bo'lamiz, Laylo. Oy yuzingni bir ko'ray. Assalomu alaykum. Siz kimsiz? Men Layloxonni erga tegmagan xolasi bo'laman. Minbar uzr xolajon. Sizni o'zim uyingizga kuzatib qo'yaman. Bir ishni boshladingizmi? Oxirga yetkazing endi. Mullaka. Hozir choy damlab kelaman. Ha, nima bo'ldi? Mullaka? Tasavvur qildim. Birga yashashimiz. Oy popu. Mullaka. Oy popu. Mullaka. Oy popu. Mullaka. Mullaka. Oy popu. Oy popu. Mullaka. Oy popu. Mullaka. Oy popu. Mullaka. Oy popu. Mullaka. Bular navaralami, babuля? Yo'q, они такие же студенты, как и вы. Kvartirant ekan. У меня есть к вам предложение. Qanaqa предложение? Я одна. У меня никого нет. Сын есть, он в Москве. Присылает только деньги. Если вы за мной хорошо будете следить, то этот дом и эти деньги будут вашими. Yoshingiz nechida? 82. Onajonim. Mehribonim, Bo'pti, dom senga qolsin-de. Milliy paydagi pul meniki bo'ladi. kelishdik. Lekin menga qara, anu milliy pay deyotganing muxlovka emasmi? Jinnimisan? Millionga yaqin foydalanuvchisi bor programma u. Hozir Rossiyadan bor-u. Hamma ishonchli deb shundan pul o'tkazyapti O'zbekistonga. Ha, chotki bo'lmasa. Menga qara. Tasha buni, tasha. Yur ketdik. Babularning ko'nglini olamiz. Ha, yur, Ketdik, yur. ketdik. Так люблю твой голос нежный, мам.
azizlar. Kampir yili qarg'ami deyman. Kelganimizda birinchi kurs edik. Hozir уже kollejda dars beryapman. Bo'ldi qilay. Hozir kiraman deb babulaga, taka deyman deb ketaman. Uyi ham kerak emas. Milliy paydiga pul ham kerak emas. Jinnimisan u? Men shuncha pulni nima qilaman? Voy. Kampir qimirlamayapti. Xursand qilma odamni. Tur. Va nihoyat tekshiraylikchi. Скорую позовите. Shas bu deydi, shas. Nima deyapti? Doktor deyapti. Doktor chaqiramiz hozir. Doktor deyapti. Shas bu deydi. Xavotir olmanglar. Bu uylarning ahvoli ancha yaxshi. Yaxshi. Lekin hozircha hayajonlanish, shirinlik ish, gazli umuman mumkin emas. Shirinlik bilan gazli. Bo'ldi. Nima qilyapsan? Kampirga kofe tayinlayapman. Nechta qand solding? 15 ta. Doktor mumkin emas dedi-yu. Obor. Ahvollari zo'r. Ozgina sahrlar oshdi. Ой, Что случилось? Бабуля, что случилось? Ozgina davleniyalar oshib ketdi. Men sizlarni tushundim. Lekin ahvollari yaxshi. если ты будешь за мной хорошо смотреть, то этот дом и эти деньги тебе останутся. 2 haftada to'yim. Shu xonani mebel qilish kerak. Qilamiz aka, qilamiz. Qilib berasizmi? Конечно qilamiz. Necha kunda qilib berasiz? Uzog'i 10 kunda qilib beraman aka. Glavnisi g'irchillanmaydi aka. Shunisi yo'q. Aka tayyor bo'lib qoldimi? Mana naqsh qoldi akajon, naqsh qoldi. Bugun to'yim, nikohga ketyapman. Bo'ldi, o'ynamayapman-u. Aka bitta narsa, shkaflarni keyin qilaverasiz. Spalniyni tayyorlab bering. Glavniy ishgacha tayyor qilib qo'yamiz. Yerda qolmasa bo'ldi ish qilib. Bo'ladi. Bo'lib qoldingmi? Bo'ldi, mana oyoq qoldi akajon, oyoq qoldi. O'zi yerda yotishga ham o'rganib qolding. O'ynamayapman-u. Ukam tezlashtir, ko'payishib ketyapmiz. Hop. Qizlarim chiqinglar, xalaqit bermanglar. Yana shuni ham bahona qilmasin. Mumkinmi? Ya assalomu alaykum, keling. Hali ham shetdamisan? Конечно, tayyor aka. Qali chiqibdi. Qo'lim bilan chamana. Shu kunlarda kenayin ko'rmadi-da. O'tib ketdilarmi? Yaxshi bo'lmabdi-de. Endi kenayin mebelni o'zim qilay desa, g'ururim balandlik qilib, o'zim qilamay erkakman-u debman. Glavniy qildingiz aka, siqilmang. Glavniy qildingiz. Mana shuncha bolalaringiz ham bor-ku. Shu o'g'limga to'y qilyotgandik. Oshga aytgani kirdim seni. O'g'lingizni uylantiryapsiz? Uylantiryapman. Xohlasangiz mebelini o'zim qilib beraman. Nima? Nimani qilib berasan? Meni qilgani yetmaydimi? una mordidita, una mordidita. ما دريت وش صار قلبي منه شب نار يصل سقلة الطار صار يشيل ويشتف هذا والله عشقي كله والحب ماني قايل استوب منه بس har doim shunaqa qilasiz. Har doim noliysiz. Hamma narsani joy-joyida qilib qo'ysam. Ayting, nima kamchiligim bor?
Ovqatingizni yeb oling, sizda jiddiy gapim bor, gaplashib olamiz. Tinchlikmi ishqilib? Hop. Bo'ldi, gapiraveraman. Yeb olaymi ovqatimmi? Gaplashaveraman, qo'rqadigan joyim yo'q. Tez yeng unda. Yeyapman-u, mana yeyapman-u. Mizlab yotibdi, o'zi isitmaganman ovqatni. Men yana ham mizda yegim kelyapti. Choy bormi? Choy bersang-chi undan ko'ra. Hozir olib kelaman. Hali ham yeb olmadingizmi, chol? Mana oxirgi qoshiq qoldi, kampir. Da. Voy, uzr adasi, kech qoldim. Qayerda yuribsan? Majlisda edim. Majlislaring ko'payib ketmayaptimi? Axir rahbar bo'lsam, iltimos noto'g'ri tushunmang. Rahbarmish. Matuvo fa l'americano. Menga oson deb o'ylaysanmi? Ovqatlarni qilsam, bolalarga qarasam, ikkida ham keladimi odam? Meni ham g'ururim bor. Shunaqa qilganing uchun ovqatingni o'zing suzib olgin. Xo'p. Agar yana kechga qoladigan bo'lsang, ketaman. Assalomu alaykum. Begim, men safardan keldim. Gulim, qaytdingizmi? Siz qochqoqsiz. Siz esa qubuloqsiz. Andek vaqtli qaytibsiz? Kabutarlarim orqali jo'natgan xatimni o'qimabsiz ham? Men bor uzr. Xizmat doirasidan tashqarida erdim. Siz qaytguningizgacha kichkinagina sovg'a tayyorlab qo'ygan edim. Qanday sovg'a? Ko'zingizni yuming. Bo'ldi desam, ochasiz. Bo'ldingizmi? Bo'lg'anim yo'q. Bo'ldingizmi? Bo'lg'anim yo'q. Bo'ldingizmi? Bo'lg'anim. Bo'ldim. Voy, to'xta. Dachaga olamiz. Вообще zo'r bo'ladi, ishonur. Yaxshimisiz? Yaxshisizlar. Mashina buzilib qoluvdi. Mana bochkagacha tashab qo'ya olasizlarmi? Da, kanishni. Olib ketamiz, nima deding, o'rtoq? Bo'ling, chiqing. Voy, qolib ketdi-yu, jinnimisan? Tayyor turuvdi-yu. Bu sinov edi. Qanaqa sinov? Tog'ni o'rtasida sinov nima qiladi? Alo? Yo'q, olib ketmadi. Chiroyli. Voy,
to'xta, ovolaylik, dachaga ovolamiz. Voy-yo, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yigitlar, yaxshimisizlar? Yaxshiyam to'xtadinglar baxtimga. Yo'lda qolib ketuvdim. Meni ham o'zinglar bilan olib ketinglar. Olib ketamiz, bularni ham. Voy, o'tiring. Voy, jinniroqmisan, nimaga ketibording? Bu ham sinov edi. To'xtatma, tushib qolaman. Ishon sinov edi. Yo'q, to'xtatma, sen bilan ketmayman, tushib qolaman, to'xtat. Allo? O'rtoq olib ketmadi? Chiroyli. Voy, odam yotibdimi? To'xta, qutqaraylik. Voy, to'xta. Bu ham sinov edi. Allo, o'rtoq. Bosib ketdi. Chiroyli. Dachani ichidagilar kim? Kim ekan? Siz sinovdan o'tdingiz. Tabriklayman. Men senga aytuvdim-ku, sinov devdim-ku. Gap yo'q lekin. Va siz artel konditsioneri g'olibi bo'ldingiz. Chiroyli-yu. Siz bu natijaga qanday qilib erishdingiz? Shu haqida gapirib bersangiz. Endi bu qiyin bo'lmadi. Men shunchaki xotinimni juda ham yaxshi ko'raman. Kir, nima qilsan? Kirsinchi. Shu joy kestasha olasizlarmi? Nima bo'ldi? Ovqatlanmayapmi? Nima? Boshqa ovqat yeytingmi? Nima xohlasan, urushging kelyaptimi? Normalniy o'tiribman-ku. Ovqatlanib o'tiribman. Voy. Sen o'zingni o'qitib yuborgansan. Gapiring. Bo'ldi, qo'lingdagini tushir, gapiryapman-ku. Bo'ling tez-tez. Men Temurov Ahmad. Xotinimga xiyonat qilib qo'ydim. Bilmasdan xiyonat qilib qo'ydim. Men va'da beraman. Bo'ldi, qo'lingdagini tushir. Bo'ling. Men va'da beraman, endi umuman xiyonat qilmayman. Bo'ldimi? Men Temurov Ahmad. Xotinimga yana xiyonat qilib qo'ydim. Kerak emas, onasi o'tgan safargisini qo'yib yuborak-ku. Tez gapiring. Bo'pti, qo'lingdagini qo'yib qo'y, hozir gapiraman. Qo'yib qo'y qo'lingdagini. Gapiring. Men bilmasdan ahmoq xotinimga xiyonat qilib qo'ydim. Yana endi va'da beraman, mana kimlar o'tmagan joy zubda-yu. Endi umuman xiyonat qilmayman endi. Gapiring. Men Temurov Ahmad. Xotinimga yana xiyonat qilib qo'ydim, bilmasdan. Gapiring. Endi menimcha xiyonat qila olmasam ham kerak. Bo'ldimi? Bo'ladi. Meni ham bo'ladiganim bo'ldi. Menga qarang. Qachon Parijga borasiz? Ha, boraman, voy bu. 3 yildan beri shunaqa deysiz. Menga qara. Ko'zingni yum. Nimaga? Yum. Tasavvur qil. Parijdamiz. Nous avons joué. Eiffel minorasining tagida.
qo'l ushlashib maroshni yeb o'tiramiz. Ko'ryapsan? Ko'ryapman. Parij bo'yidagi Sena daryosida ikkalamiz kemada birga suzib yuramiz. Ko'ryapsan? Ko'ryapman. Sani eng qimmat restoranga olib kirib, eng qimmat ovqatlarni olib berdim. Ko'ryapsanmi? Ko'ryapman. Ko'zingni och. Nimaga? Yaxshi borib kelding? Har doim shunaqa ustimdan kulasiz. Hani qaga ketyapsan? Endi Maldiv orollariga ham olib bormoqchi edim. Demadimmi, demadimmi. Besh minut uxlay, 5 minutda turib sira. Turdim. Kevaldim. Iya? Ishxonada nima qilyapsan onasi? Adasi? Turing. Turdim. Adasi? Turing. Endi точно turdim. Adasi? Turing. Turolmayman-ku. Tinchlikmi, adasi qayerga shoshyapsiz? Ishga, vashi kech qolyapman. Bugun yakshanba-ku. Vohliroq aytsang bo'lmaydimi shuni? Ertalabdan beri turolmayapman. Adasi? Turing. 39 Yo'q. Hammasi yaxshi bo'lishi mumkin edi-ku. Ha, shef, kelinoyimning ahvoli og'irlashibdimi? Yo'q. Tuzalibdi. Hurmatli bo'lajak boyuvchilar. Qanday tezda boyib ketish sira darsligimiz navbatdagi soni ham tugadi. Menga o'xshab mana shunaqa zo'r joylarda o'tirishni xohlasanglar, kursimni qolganini ham sotib olinglar. Mayli, men cho'milishga ketdim. Bo'la qol, darsga kech qolyapman. Ma. Qarzingni qachon berasan? Kursimni sotib olib beraman. Tema o'zi kam. Ovozam, Momashib. qarindoshlar, yaqinlar. Kelayotgan yangi yil hammamizga omadli kelsin. Men ushbu so'zimni xotinimga bag'ishlamoqchiman. Onasi, seni yaxshi ko'raman. Sensiz yasholmayman onasi. Senga so'z beraman, hech qachon xiyonat qilmayman. Syomka qildingmi? Qildim, shef. Qarindoshlar gruppasiga tashlab yubor. Xo'p bo'ladi, shef. Ketdimi qizlar? Xotinim ham xursand bo'ladigan bo'ldi. Bu menga qara. Himalay tog'i qayerda joylashgan dedi? Alisadan so'ragan etadi. Men ayol kishiga ishonmayman deb. Yaxshi o'tiribsanlarmi? Ha, keldingmi? Menga qara, eshitdilaringmi? Leylik qat bo'lib qopti. Yo'q, Rangi yo'qarib ketdi. Yo, ko'rish qo'ygan joying bormi? Yo'q, bitta problema, Leylani o'zi mendan shubhalanib yurgan ekan. Yo'q, Voy. Men problema tushib qopti-yu boshiga. Xavotir olma, hal qilsa bo'ladi. Manmasligim aniq. Men u bilan ko'rishganimga 1 oy bo'ldi. Uni homilasi 3 oylik. Yo'q,
girl. No for your bubble my dividend. Muhabbat sen chiroylisan. Qayerda yuribsiz, a? Nechida kelishingiz kerak edi? Nimaga uylandingiz? O'zim o'tiraveramanmi? Bunda meni ham erkalatib, xotinim yur deb aylantirasizmi? Men ham erim bilan ko'chaga chiqim keladi. Bo'ldi. Assalim jonim meni shukarim. Bo'ldi. Hazırlaşdım-ku, yurgan qatingiz yo'qning. Jonim meni, assalim, jonim. Bo'ldi. O'rtoqlarim allaqachon Merz BMWda yurishibdi. Men hali eski Gentra'da yuribman. Hatto bu Malibu olib bering. Yo'masa ketaman. Nima? Ketaman. Ketaman? Unaqa qilma. Ketaman. Shuncha yillik muhabbatimiz nima bo'ladi? Axir sensiz qanday yashayman? Hech qachon tashlab ketmayman duding. Oxirgacha birga bo'lamiz duding. Va'dalar beruvding. Aldagana ekansan-da. Alo. Taksimi? Xotinimni uyga tashlab qo'ying. Ketib qolyapti. Bekor qilyapsan-da. Ketdingmi? Ketib qoldi. Ketib qoldi qarang. Endi nima qilaman? Demadimmi? Qayerga olib keldingiz meni? Topganim shu bo'ldi endi. Kir. Qali. Shoshilinchda shotni topdim-da. Niye kirib oldingiz? Olib kirmaysizmi meni? Olib kiraman. Bo'ling. Hop. Qayerga ketyapsiz? Ha? Bonu? Bu yoqdamiding? Bonu? Oye! Kimsan? Qattasan? Kim u? Nima qilmoqchisan meni? Nima qilmoqchi eding? To'xta. Sanamja charchab ketding. Shuni boshida yo'tsa bo'lardi-yu.